Najmiddin Kubro 1146-yilda Xorazmda tug'ilgan. Yoshligidan ilmga qiziqqan, hadis, tafsir va shariat ilmlarini tezda egallagan. 16-17 yoshlarida bilmini yanada chuqurlashtirish uchun safarga chiqqan. Eron, Misr, Shom va Iroq yurtlarida mashhur shayxlar bilan suhbatlashgan. Ulardan saboq olgan. U Misrda Shayx Ro'zbixon Vazzon Misriyga murid tushgan. Undan tariqat odobini o'rgangan va keyinchalik boshqa ustozlardan ham ta'lim olgan. 25 yil davomida ilm tahsili bilan shug'ullangan Najmiddin Kubro 1185-yilda vataniga qaytib, Xorazmda katta xonaqoh qurdirgan va o'zining diniy ma'rifiy maktabini yaratgan. U odamlarni ezgulik, halollik, saxovat va ma'rifatga chaqirgan. Najmiddin Kubroning muridlari orasida Majdiddin Bag'dodiy, Sa'diddin Humaviy, Najmiddin Doya kabi mashhur shayxlar bo'lgan. U haqida karomat ko'rsatish, voqealarni oldindan bilish, o'tkir nazari bilan ta'sir eta olish xislatiga ega inson bo'lganligi haqida rivoyatlar bor. Ammo uning eng katta fazilati ilm va axloq orqali jamiyatni tarbiyalaganidir. 1221-yilda Mo'g'ullar Xorazmga hujum qilganida Najmiddin Kubro yurtini tark etmay, uni himoya qilish uchun jangga chiqqan va shu urushda shahid bo'lgan. Bugungi kunda u islom tarixida yuksak o'ringa ega bo'lgan mutasavvif sifatida e'zozlanadi.